O'zbekistonning baland tog'lari orasida joylashgan olis qishloqlar aholisi yaqin-yaqingacha kimyoviy dorilarga deyarli murojaat qilmas edi. Ular giyohlar bilan davolaydigan tabiba ayol Rahbarxon Ernazarovaning muolajalaridan shifo topishardi. Rahbarxon opa har kun erta tongdan ot ustida toqqa yo'l olardi. U shifobaxsh giyoh terib, zahri davo bo'luvchi ilonlarni tutib yoki biror tabiat ne'matini topib, xalqning dardiga malham tayyorlar edi. Bunday vaqtlarda tabiblik shajarasi davom etishi uchun giyohlardan malham tayyorlash sirlarini tib ilmiga mehri baland qizi Mohitabonga ham o'rgatardi. Ulug' yoshda ham xalq xizmatidan to'xtamagan Rahbarxon ayaga sizdan keyin bizni kim davolaydi degan xavotirli savollariga mendan keyin kichik qizim Mohitabonga uchraysizlar deb javob berardi. Birinchi ustozim meni onam, ya'ni Rahbarxon Ernazarova, hayot yo'limdagi ham, meni o'qish borasidagi ham, tabobat sohasidagi ham ustozim onam hisoblanadilar. Onajon shunaqa inson edilarki, zamonaviy tibbiyot, tabobat, diniy bilim har tomonlama juda ham yuksak inson edilar. Ularni onam bo'lgani uchun bu ta'riflarni bermayman. Haqiqatdan qancha ta'rif bersiz shuncha kam bo'ladigan insondilar. Juda ham ko'p bemorlarga foydalari tegan, shifo topishiga sababchi bo'lgan inson bo'lganlar. Bo'sh qolsalar ijodi bilan mashhur bo'lardilar. Ya'ni juda ko'p ilmiy ishlar qilganlar. Ya'ni o'zlari juda ham ko'p kitoblar nashr qildirganlar. Tabobat sohasida hatto she'riy tomonda ham ijod qilganlar ko'p. Kitoblari chiqqan, Moskvada kitoblari chop etilgan, hattoki o'sha nafaqat O'zbekiston doirasida, hattoki dunyo tanigan insondilar. Oxirgi marta hattoki Ispaniyaga, Italiyaga, Frankfurtga borib o'zlari ma'ruzalar o'qib keldilar. O'tlarda ham o'sha tabobat sohasini rivojlanishiga hissa qo'shib keldilar. Tib ilmini puxta o'zlashtirgan Mohitabon yillar o'tib zamonaviy tibbiyotni ham o'rgandi. Bu borada ham u yutuqlarga erishdi. Tibbiyot va tabobat birlashgan nuqtada savollar kamaya boshlaydi. Bemorning shifo topishi ham osonlashadi. Qahramonimiz bugungi kunda o'z yo'lini topib olgan. U o'qish, ilmiy ishlar qilish bilan birga bemorlarni davolab, tibbiyotga xizmat qilmoqda. Men Toshkent pediatriya tibbiyot institutida o'qiganman, ta'lim olganman. 2006-yil bakalavr yo'nalishida o'qishga kirganman, ya'ni umumiy amaliyot shifokori va pedagog sohasi bo'yicha 2013-yil tugatdim bakalavrda. 2013-yildan 2016-yilgacha magistrani o'qidim 3 yil. Bunda terapiya, ya'ni ichki kasalliklar bo'yicha tugatdim. Bunda surunkali yurak kasalliklari asosiy mavzuyim edi. Surunkali yurak kasalliklarida qanaqa tekshiruvlar o'tkaziladi, qanaqa davolash etaplari bo'yicha yengilliklar bor, o'shalar bo'yicha ilmiy ish qilgandik. Undan keyin oradan men o'sha Toshkent pediatriya tibbiyot institutida 2016-yil ishga kirdim va assistent lavozimida ishlay boshladim u yerda va 2022-yil Toshkent pediatriya tibbiyot institutida tayanch doktoranturaga o'qishga kirdim. Mana 25-yil sentyabr oyida himoya qildim va diplomlarimni oldim. Bunda asosiy temam surunkali buyrak kasalligi bor bemorlarda yurak xastaligini erta tashxislashda semirishning genetik va uslubiy belgilari edi. Bu nima degani? Ya'ni bunda surunkali buyrak kasalligi hozir juda ham ko'p. Aynan shu surunkali buyrak kasalligida yurak kasalliklarini erta tashxislash, semirish bilan bog'liqlik holatlarini aniqladim. Aynan semirishga qanday bog'liqligi bor. Buning uchun o'sha immunologiya institutlarida men bemorlarni genetik tekshiruvlarini olib bordik. Aynan qondagi genetik tekshiruv, genetika moyilligini aniqladik. Semizligi bor bemorlarda va semizligi yo'q bemorlarda qanchalik xavf yuqoriligi aniqlandi va shu asosda dissertatsiya ishimni yakunladim. Mohitabon Ernazarovaning ko'plab ilmiy, badiiy, tib ilmiga oid maqolalari respublika va xalqaro ommaviy axborot vositalarida chop etilmoqda. U foydali maslahatlar, uy sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan retseptlar va insonning o'z organizmini tushunishiga yordam beradigan maslahatlari bilan televideniya va radio dasturlarida chiqish qilmoqda. Men Mohitabonni ham shifokor, ham tabib sifatida bilaman. Chunki bu qizimizni qonida tabiblik onalardan o'tgan. Mohitabonni amaliy ish faoliyati asosan nafas yo'llari infeksiyalar, me'da-ichak trakti va buyrak kasalliklari infeksiyasi bilan og'riydigan bemorlarga bog'langan. Bunaqa bemorlarda bizda chunki bilamiz iqlim o'zgarishi yoki bo'lmasa Coviddan keyingi holatlarda
juda ham ko'p surunkali holatlar, surunkali kasalliklar ko'p rivojlanyapti yoki bo'lmasa rivojlangan. Ana o'sha surunkali kechayotgan kasalliklarni demak o'zlarini amaliyotlarida muvaffaqiyatli davolab kelayotgan xodimlardan bittasi sanaladilar. Mohitabon onasidan o'rganganlari asosida 10 dan ortiq tibbiy dori vositalari loyihasi ustida ishlamoqda. Ular bolasi shamollaganda ham immunitetni ko'tarish uchun kimyoviy dorilarga murojaat qiluvchi onalarga qimmatli tuhfa bo'lishi kutilmoqda. Kasallikni bizda asosan o'tkir surunkali bosqichiga farqlaymizda. Masalan, oddiy isitmasi chiqadi bemorda. Bu yoqda giyoh tayyorlaguncha isitma 40 ga chiqib ketadi. Sudurgi berishi mumkin yosh bolada yo boshqa yerda tarvasa holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Demak, bunaqa holatni nima qilasiz? Tezroq o'sha ichadigan tabletkasini berasiz, ukolini qilasiz yoki o'sha svichalarini qo'yib bemorga yordam ko'rsatiladi. Agar bemorda surunkali, oddiy masalan surunkali xolesistit deymiz, surunkali bronxit deymiz, surunkali pankreatit, qandli diabet, qon bosimini oshishi, ya'ni arterial gipertenziya holatlari yoki surunkali pnevmoniya nimadir. Demak, bunaqa holatlarda doimiy ximik dorilarni iste'mol qilgandan ko'ra, imkon qadar avvalo to'g'ri ovqatlanish, suv miqdorini me'yorda ichish va albatta tabiiy giyohlardan bo'lgan dorilarni qo'shimchaga kiritish zarur. Bular albatta o'sha surunkali kasallikni davolashga yordam beradi. Ayni damda Tabobat akademiyasining Toshkent shahar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan qahramonimizning kundalik ish rejalari doim tig'iz. Kichik jussali, bir necha tilda ravon so'zlasha oladigan Mohitabonni hamkasblari sinchalak deb kulib qo'yishadi. U rahbarlik mas'uliyatini, akademiya faoliyatini uzluksiz rivojlantirib borishni, xorijiy aloqalarni mustahkam o'rnatish kabi vazifalarni muvaffaqiyatli bajarmoqda. Bundan bir 5-6 yil oldin bizning klassifikatorimizda tabib degan bir kasbni o'zi yo'q edi. Bundan tashqari mana oliy o'quv yurtlarida xalq tabobati bo'yicha yo'nalishlar ochildi, fakultetlar ochildi. Bu sohada mutaxassis tayyorlash yo'lga qo'yildi. Malaka oshirish, qayta tayyorlash tizimlari joriy qilindi. Xalqaro miqyosda xorijiy davlatlarda bu sohadagi mutaxassislar bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Va qisqa qilib aytganda, bu bo'yicha mana shu yaqin 5-6 yil ichida O'zbekistonda katta bir islohotlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda Mohitabon ham o'sha oliy o'quv yurtida o'qib, tibbiyot sohasida yetuk mutaxassis bo'lib yetishgan. Mohitabon nafaqat zamonaviy shifokor, balki xalq tabobati sohasi mutaxassisi ham hisoblanadi. Endi bu nima beradi bizning xalqimizga? Masalan, mutaxassis, bu sohadagi mutaxassis ham zamonaviy tibbiyotni yaxshi bilsa, ham xalq tabobati usullarini qo'llashni bilsa, bemorni muolaja qilishda uni qo'llayotgan usullar samarali bo'ladi. Chunki zamonaviy tibbiyotni va xalq tabobatini qo'llash kerakligini ongli ravishda bilib turib bemorga yondashuv qilsa, bemorni davolanishi samarali bo'ladi. Ham kelajakda u kasallikni qaytmaydigan qilib davolash imkoniyatiga ega bo'ladi-da. Men xohlardimki, har bir shifokor O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan, ishlayotgan shifokor qaniydi ham zamonaviy tibbiyotda, ham xalq tabobatini ustasi bo'lsa-da. Menga masalan shunaqa shifokorlar bormi deb so'rasa, barmoq bilan sanarli shifokorlar bor. Masalan, bittasi birdan Mohitabon ko'zimni oldiga keladi. Chunki onalari tabib, bular o'zi tabobat sohasining ustasi, ham zamonaviy ilmlar bilan qurollangan. Kamroq xato qiladi-da bular. Kelajakda mana shu Mohitabonga o'xshagan, o'qigan, savodli, ham xalq tabobati, ham zamonaviy tibbiyotni yaxshi ilmini mukammal o'zlashtirgan olimlar ko'paysa, O'zbekistonda yana Ibn Sinolar davridagi obro'yimiz, tibbiyot sohasidagi obro'yimiz yana qayta tiklanadi degan bir niyatdamiz. Mohitabon onasiga munosib izdosh bo'la oldi. U biroz armon bilan shunday deydi: Tibbiyot fanlari nomzodi degan ilmiy darajaga erishganimni birinchi ustozim, onam ko'ra olmadilar. Bu darajaga kelishimga onamdan o'rgangan bilimlarim asos bo'ldi. Boshida menda ham bir 4-5 kursimgacha miyamda ancha urush bo'lganda, ya'ni tabobat zo'rmi, tibbiyot zo'rmi degan hozir ko'p anaqa jurnalistlarni qiziqtiradigan, xalqni qiziqtiradigan savol meni 4-5 kursimda shunaqa miyamdagi urush bo'lib turgan. Oxiri shu narsaga taslim bo'lganmanki, hech qachon bu narsani o'rtaga qo'yish kerak emas ekan. Ya'ni tabobat ustunmi, tibbiyot ustunmi degan narsa. Biz Ibn Sino avlodimiz.
Ibn Sino avlodi bo'lganimizdan keyin Ibn Sinoni davrida hech qanaqa ukol yoki dorilar ishlatilmagan. Aynan giyohlar tomirdan diagnoz, ya'ni tashxis qo'yish bo'lgan. Rentgen apparati ham bo'lmagan, UZI apparati ham bo'lmagan. Hammasini Ibn Sino nimaga? Qiyofaga qarab turib, bemorning pulsini urishiga qarab turib kasalliklarni aniqlagan. Aynan shunga qarab turib Alloh taolo yaratgan ne'matlar, ya'ni giyohlar. O'shalardan shifobaxsh dorilar tayyorlangan. Zamonlar osha, vaqt o'tgan sari bizning farmatsevtlarimiz dorilarni ishlab chiqarib, ya'ni ular ham tagida nima turadi? O'sha o'simliklar, giyohlar turadi. Olib plastmassa dori tayyorlab bermaydi. Aynan giyohlarni mukammallashtirilgan holatda kelib chiqadi, ya'ni bu narsalar. Faqat unda ximik narsalar nisbatan ko'proq ishlatiladi. Shuning uchun ham saqlash muddati uzoqroq bo'ladi ularni yoki boshqasi, ta'sir qilish darajasi kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun aytamanki, hech qachon tabobat kuchli yoki tibbiyot emas. Bu ikkalasi bir xil. Faqatgina birgalikda to'g'ri qo'llab, to'g'ri ishlatish kerak. Mohitabon 2015-yilda Hindiston, Amristar va Tibet tog'larida tabobat bo'yicha malaka oshirdi. Shuningdek, Dubay, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston kabi qator davlatlarda tibbiyotga oid konferensiyalar, ilmiy anjumanlar, ixtiro va tadqiqotlar taqdimotlarida ishtirok etdi. Tibbiyot yangiliklari bo'yicha ma'ruzalar o'qib, sohaviy bilimlarini bo'lishmoqda. 2022-yilda Best Publication ilmiy tadqiqot markazining mustaqil davlatlar hamdo'stligi miqyosida tashkil etilgan tanlovda g'olib bo'lib, tashabbuskor islohotchi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Shuningdek, intellektual izlanuvchi, faol tadqiqotchi kabi medallar uning ilmiy izlanishlariga berilgan munosib bahodir. 2024-yilda Scientific Academy Milliy ma'rifiy markazi tomonidan tashkil etilgan xalqaro anjumandagi ma'ruzasi dolzarbligi va sohaviy yangiliklarga boyligi uchun ilm-fan ziyosi statuetkasi bilan taqdirlandi. Hozirgi kunda mana prezidentimiz qarori bilan aynan shu narsa yo'lga qo'yildiki, institutda xalq tabobati yo'nalishlari ochildi. Sababi nimaga? Bular institutda xalq tabobati yo'nalishida shifokor tabib bo'lib yetishib chiqadi. Shifokor tabib bo'lgandan keyin bular nima qiladi? Insonni tanasini, anatomiyasini o'rganadi. Anatomiyani o'rgangan inson keyin fiziologiyasini o'rganadi uni va giyohlarni ham shunaqa o'rganib borgan sari mijozlarni o'rganadi. Qaysi mijoz qanaqa kimga to'g'ri tushadi. Ikkalasini o'shanda birga to'g'ri qo'llaydi. Hozir prezidentimiz yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berdilar. Aynan shu mukofotdan olishimizga ham juda ko'p yo'llar ochib berilgan. Aynan hozir bu olgan yutuqlarim hammasi asosan Best Publication, ya'ni Birlashgan Davlatlar Hamdo'stligida o'sha beriladigan medallar bular. Yaqinda mana hozir olgan mukofotim el-yurt faxri, tabobat sohasidagi, tibbiyot sohasidagi yutuqlarim, yakka tartibdagi tadbirkorligim, ilm yo'lidagi ishlarim, ilmiy izlanishlarimni yuksak baholab, shunchalik davlat mukofotlari bilan taqdirlab kelayotgan davlatimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va bundan keyin ham imkon qadar yanada ko'proq ishlab, ko'proq yutuqlarga, ilmiy yangiliklar yaratishga, bemorlarning dardiga yana ham davo bo'lishga, ularni aynan kasalliklarga shifo topishga harakat qilaman va bu yo'nalishlarimni yanada rivojlantirib, bemorlarimiz uchun shifo bo'ladigan maskan qilishga harakat qilamiz. Mohitabon Ernazarova yosh shifokor olima. Uning kasbi hayotining mazmuni. Har bir sog'aygan bemor mehnatining samarasi. Har bir minnatdor nikoh eng katta mukofot. Bugun jamiyatimizning turli sohalarida ilm-fan yo'lida ildam borayotgan ziyoli ayol qizlarimiz ko'p. Ularning yutuqlarini e'tirof etish, yosh qizlarga ilhom bag'ishlash muhim vazifa. Chunki ayol o'qimishli bo'lsa, butun millat ziyoli bo'ladi. Bu haqiqat Mohitabon kabi qahramonlar misolida yaqqol namoyon bo'lmoqda.